Assalomu alaykum hammaga, hurmatli davomat nazorati dasturi foydalanuvchilari. Bugun biz sizlar bilan asosiy direktor foydalanadigan akkauntni qanday ishlatilishini admin panel tarafini ko'rib chiqamiz. Videoga qarab tursangiz, demak birinchi qiladigan ishimiz bugungi videomizda ro'yxatni qanday tashkillashtirish, ya'ni noldan turib ro'yxatni qanday qilib shakllantirsa bo'ladi, maktab ro'yxatini. Va o'shani sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi qadam biz saytga kiramiz. Mana login sahifasiga kiramiz. Login sahifasida biz o'zimizni ajratilgan login parolni teramiz. Mana video uchun bitta namunaviy maktab ochdim, ichi bo'sh bo'lgan. Hozir shunda hammasini biz birgalikda ko'rib chiqamiz. Login qildim. Hozircha bo'sh hammasi. Ya'ni sababi birorta ham ma'lumot yo'q. Mana ERP bo'limiga o'tsalaringiz, ba'zi mana shu bo'limda nazorat qilinadi. Eng birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa profil bo'limiga o'tib, o'zimizning ma'lumotlarimizni to'g'ri tahrirlab qo'yishimiz kerak. Ya'ni profil rasmi, video uchun, misol uchun nomi, men video uchun maktab deb qo'yganman, direktorning ismi, telefon raqam, maktab va mana buni ixtiyoriy qoldirishingiz mumkin. d.taqsim ko'rinishida ham va parol uchun o'zlaringiz uchun eslatma qo'yishingiz mumkin. Mana bu esdan chiqib qolganda login eslaringizda bo'lsa, login orqali parol eslatmasini olib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va telefon raqam joyiga diqqat bilan e'tibor berasizlar. Parollaringiz esdan chiqib qolgan paytda mana shu telefon raqamiga SMS tarzida uzatiladi. Shu uchun ham bu raqamni to'g'ri kiritishga e'tiborli bo'linglar. Demoqchimanki, parollaringiz esdan chiqib qolganda shu raqam orqali parollaringizni qayta tiklab olishingiz mumkin bo'ladi, shu raqamga SMS borishi orqali. Va boshladik. Demak, ro'yxatni biz ERP bo'limida shakllantiramiz. ERP bo'limida mana ro'yxat bo'limiga o'tsak, hali hamma narsa bo'sh. Bizda lavozimlar bor, 3 ta xodimlar, o'qituvchilar va o'quvchilar. Buni o'zgartirish imkoniyatiga ega emasmiz, chunki maktabda standart shu 3 ta lavozim faoliyat yuritadi. Eng birinchi biza yo'nalishlarni shakllantirishimiz yoki ro'yxatni to'g'ridan-to'g'ri import berishimiz mumkin. Yo'nalishlar degani sinflar, misol uchun sinflar 1A, 2B, 3D, 4A shunga o'xshagan sinflar albatta lavozimlardagi o'quvchilar lavozimiga biriktirilgan holda saqlanadi. O'qituvchilar lavozimidagi yo'nalishlar bu matematika o'qituvchisi, informatika o'qituvchisi, boshlang'ich o'qituvchisi, bir nima shunga o'xshagan o'qituvchilar lavozimiga o'qituvchilarni aynan nima ish qilish vazifasi, yo'nalishi, ya'ni nima sohadagi yo'nalishi yo'naltiriladi. Va xodimlarda tabiiyki ma'naviyat bo'yicha direktor o'rinbosari, direktor yoki xo'jalik ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, maktabda xizmat ko'rsatuvchi texnik xodimlar hammasi mana shu yo'nalishga biriktiriladi va keyin ro'yxat bo'limida har bitta inson o'sha qaysidir yo'nalishga tegishli bo'ladi. Ya'ni yoki matematika o'qituvchisi, yoki 1A sinf o'quvchisi, yoki misol uchun ma'naviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari yoki maktab direktori. Shunga o'xshagan yo'llarga birikadi. Oldingi dasturimizni ishlatib ko'rganlar bo'lsa, bu bo'yicha yaxshi xabardor ular. Va biz uchun eng muhim birinchi qiladigan qadamimiz import. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri biz ERP platformasidan import qila olmaymiz, lekin undagi Excelni bunga, ya'ni bizani tizimga tanlash orqali import berishimiz mumkin. Mana import degan knopkani bosaman, bizda mana bunaqa panel ochiladi. Va men qanaqa Excel shablon yuklashni bilishim uchun mana namuna faylni yuklab olishim mumkin. Namuna faylni mana yuklab oldi, ochamiz. Mana bu joyda namuna fayli qanaqa bo'lishi bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Masalan, Nabiyev Abdunabijon mana birinchi ustunda, demak nomer. Bu nomer ahamiyatsiz, bu bo'sh qoldirsalaringiz ham bo'ladi. Ikkinchi ustunda qatorlari ham bir xil bo'lsin. Ya'ni birinchisida ro'yxat deb yozilgan bo'lishi, ikkinchi qatorda ustunlari nomi, uchinchi qatordan boshlab o'quvchilar nomi bo'lishi kerak. Birinchisi, demak, Nabiyev Abdunabijon deyapti, misol uchun. Demak, ikkinchi ustun, ya'ni B ustunda biz ism familiyalarni ushlashimiz kerak. C ustunda tabiiyki sinfini yoki misol uchun matematika o'qituvchisi, xullas yo'nalishini ushlashimiz kerak. Hozirgi yo'nalish degan narsa. 3-ustunda demak yo'nalish, 4-ustunda telefon raqam va bu ixtiyoriy. Xohlasam yangi bitta o'quvchi qo'shib, uni telefon raqamini bo'sh qoldirishim mumkin yoki butunlay boshqacha shablonda qoldirsam, telefon raqam bo'sh sifatida qabul qilaman. Masalan, mana bunaqa o'zbek telefon raqamlari formatida qoldirmasam, bu albatta bo'sh telefon raqam ko'rinishi, ya'ni telefon raqam biriktirilmagan degan ko'rinishda bazaga import qilinadi. Agar telefon raqam to'g'ri biriktirilgan bo'lsa, muammo yo'q, o'sha telefon raqamni import qiladi. Va mana bu joyda sizlarga qoidalar tushuntirilgan. Telefon raqam o'zbek standartidagi plyuslarsiz
998 ko'rinishida yoki shunga yaqin standart formatlarda, masalan 998 albatta bo'lishi kerak. Chiziqcha orqali yo shunga o'xshagan formatlar orqali berilsa ham tushunadi. Lekin juda tushunarsiz berilishi mumkin emas. Masalan 998 siz masalan 91 444 55 66 ko'rinishida berilishi mumkin emas. Buni tushunmaydi. Endi familiya, ism, sharif ko'rinishida bo'lish kerak. Sababi tizim familiya, ism va sharifni kesib olib joyiga joylashtiradi. Ya'ni otasini ismi bu yoqda majburiy emas. Xohlasangiz, misol uchun Sultonov Bekmurod ko'rinishida, xohlasangiz Sultonov Bekmurod Jobirovich ko'rinishida yoki Jobir o'g'li ko'rinishida ushlasangiz mumkin. Mana bu yerda sizlarga namuna berilgan. Lekin albatta birinchisida familiya, ikkinchisida ism kelishi kerak. Masalan, Bekmurod Sultonov ko'rinishida ushlash mumkin emas, joyini chalkashtirib yuborish mumkin tizim import paytida adashib. Jinsi to'g'ri yozilmasa, avtomatik erkak sifatida qabul qilinadi. Ya'ni jinsini umuman yozmasangiz yoki jinsini tushunarsiz, masalan, bir nima yozuvli yozib qo'ysangiz, unda bu avtomatik erkak sifatida qabul qilinadi. Erkak, ayol, kichik, katta harflar ko'rinishida o'g'il bola, qiz bola yoki inglizcha yoki ruscha kabi yozishlarning barchasi qabul qilinadi to'g'ri sifatda. Faqat tushunarliroq yozsangiz bo'ldi. Demak, mana shunaqa ko'rinishda ro'yxatni shakllantirib olamiz. ERP dan kelib chiqib, shuni eng zo'r yo'li ERP dagi ustunlarning hammasini misol uchun olib, ERP dan sketchat qilganmiz, shunga joylashtirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni shu namuna faylini o'zida shakllantirishimiz mumkin, tagma-tag qilib. Mana bularni o'chirib tashlab. Bularni o'chirib tashlaymiz, keyin o'zimizni o'quvchilarni bu yoqdan qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, menda tayyor ro'yxat bor va men uni sizlarga tanlab ko'rsataman. Demak, datali namunamiz bor. Men buni hozir sizlarga ochib ham ko'rsatishim mumkin. Mana xuddi shu shablonda tayyorlangan. Ya'ni mana birinchi qator ro'yxat, ikkinchi qator ustunlar nomi, uchinchi qatordan boshlab birinchisi nomer, ikkinchisi ism familiya ism sharif, uchinchisi sinfi, to'rtinchisi telefon raqami va beshinchisi jinsi. Ana shunaqa ko'rinishda saqlab chiqilgan. Va men hozir shu Excelni import qilib ko'rsataman sizlarga saytdan. Demak, Excel faylini yuklaymiz. Yukladik, mana paydo bo'ldi. Endi lavozimga e'tibor beramiz. Kim bu? Ya'ni qaysi lavozimga yuklamoqchiman? O'quvchilarga yuklamoqchiman, chunki o'quvchilarning ro'yxati. Va eski foydalanuvchilarni o'chiramizmi yo'qmi? Ya'ni masalan siz ba'zan allaqachon shakllantirib bo'lgansiz, lekin birinchi sinflaringiz misol uchun yangi kelyapti. Demak, siz eski foydalanuvchilarni o'chirmaysiz. Ya'ni ular saqlab qolgan holda ustidan yangi 3 ta sinfni qo'shish kerak bo'ladi. Yoki ayrim sinflarda yangi kelgan o'quvchilar misol juda ko'payib ketib qolib 50-60 ta bo'lsa, sinflarning ichiga yangi kelgan o'quvchilarni qo'shib qo'yish kerak. Lekin eski ma'lumotlar o'chish kerak emas. Unda buni o'chirib qo'yasiz. Lekin bizga hozir eski ma'lumotlar o'chib ketishi kerak. Sababi barcha o'quvchilarni import qilyapmiz. Va hammasi tayyor bo'ldi. Demak, import tugmasini bosamiz va ogohlantiradi. Bu amal orqali foydalanuvchilar ro'yxatida jiddiy o'zgarishlar bo'ladi. Rozimisiz deb. Importni tasdiqlaymiz. Eski foydalanuvchilar va ma'lumotlar to'liq o'chib ketadi. Okey. Va kutamiz. Bu uzoqroq vaqt oladi, sababi hamma foydalanuvchilarni import qilib chiqishi uchun ancha vaqt kerak bo'ladi. Va mana import tugadi va bizada import yakunlandi, ammo 1157 ta ogohlantirish bor deyapti. Ya'ni bizada jami qatorli 1167 ta o'quvchi chiqqan. Muvaffaqiyatli 1167 tani import qilgan. Birortasi tushib qolmagan, ya'ni xatolikka yuz tutmagan. Lekin bizada 1157 ta ogohlantirish bor. Ya'ni ogohlantirish xatolik emas, lekin buni ham hisobga olishimiz kerak albatta. Va ogohlantirishlar ko'rishni bosamiz. Mana bizada panel ochiladi. Qator 13, ya'ni 13-qatorda bu tashkilotda ushbu telefon raqamiga ulangan shaxslar soni 10 tadan oshdi deb mana bu telefon raqami keltiryapti. Ya'ni bu nima degani? Bizani tizim qoidalariga ko'ra bitta maktabda bitta farzandni kuzatish uchun 10 tadan bitta telefon raqamida 10 tadan ortiq farzandni kuzatish mumkin emas. Ya'ni men import uchun yuklagan faylimda e'tibor bergan bo'lsangiz, hammasiga bir xil raqam kiritganman. 1 2 3 4 5 6 7 ko'rinishda raqam kiritganman. Birinchi 10 talikka muvaffaqiyatli telefon raqamini import qildi. 11-sidan boshlab, ya'ni 11-si bizada 13-qatorga to'g'ri keladi va to'g'ri aytibdi. 13-qatordan boshlab xatolikka ogohlantirish keldi. Telefon raqamini import qila olmadim, shu sababli bo'sh qoldirdim. Ya'ni 11 mana shu qatordan boshlab telefon raqam bo'sh qoldirildi. Va chiqamiz.
Demak, mana bizada ro'yxat bo'limi import bo'ldi. Yopish, bu demak ahamiyatsiz. Ana endi ro'yxat bo'limiga e'tibor beradigan bo'lsak, ERP bo'limida mana 1157 ta ogohlantirishli ro'yxat bo'limi bizada paydo bo'ldi. Endi bu nima degani? Bu 1157 ta odamga telefon raqam biriktirilmagan degan. Ya'ni mana telefon raqami yo'qlar soni 1157 ta. Xolasalaringiz mana bu yerdan kiritilganlarni ko'rsalaringiz mana 10 ta kishi chiqadi. Jami 10 ta odam bor. Bu hozirgilar o'sha kiritganlarimiz. Qolgan kiritilmaganlarni filtrlab olsalaringiz mana bu yerda mana 1157 ta odamga haqiqatdan ham telefon raqami kiritilmagan. Telefon raqam kiritish nima uchun muhim? Telefon raqam kiritish orqali ota-ona o'sha botga obuna bo'lishini ta'minlay olasiz. Telefon raqam kiritilmagan o'quvchi birorta ota-ona kirib uni kuzatish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Ya'ni sizlar har bitta o'quvchini o'z kuzatmoqchi bo'lgan, xohish bildirgan ota-onasini telefon raqamlarini tizimga kiritib chiqishingiz kerak bo'ladi. Yoki sinf rahbar buni Telegram bot orqali amalga oshirishi ham mumkin bo'ladi va eng oson yo'li shu. Ya'ni sinf rahbarini Telegram bot orqali bu ishni amalga oshirishi. Va uni keyingi videolarda biz ko'rib chiqamiz. Mana demak bizada ro'yxat bo'limi tayyor. Agar farqlar ERP jadval bilan sizlarda farqlar bo'lsa, xohlasalaringiz o'sha keraksiz ayrim o'quvchilarni o'chirishlaringiz yoki ayrim o'quvchilarni yana qaytadan mavjud bo'lmagan o'quvchilarni ro'yxat farqini qo'shib shakllantirishlaringiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videoda biz albatta ko'rib chiqinglar uni ham telefon raqam biriktirishni ko'rib chiqamiz. Rahmat.